Kechikkan vaqtim uyga shuni olib kirading mana. Qara, qaytar dunyo ekan, ya. Voy, sekinroq yursangiz-chi. Yaxshi tabibga Kasal keldik o'g'ilga o'xshaydi. Qoching, familiyaga ish bermasin. Kirgizib yuboring aka, kirgizib yuboring. Ko'ryapsiz kira ahvolini. qolsin, kira qolsin. Voy, mana og'riyapti. Og'riyaptimi? Bo'ldi, o'tadi. Ana, qo'shmasaman, o'zim uraydimi uyga? Siz tochkasini bilmayapsiz-ku. Ana. Yaxshi. Bo'ldi, turing. Tura olmayman. Ha, o'tiring unda. O'tira olmayman ham. O'tiramansam dabdalam chiqadi. Suyaklarim zirqirab og'riydi. Maqsad bo'ladi, tabbo. Men qarang, singlim. Endi bitta yo'li bor. Bitta yo'li bor. Qanaqa? Endi shunday qilishingiz kerak. Men qarang. Endi bo'lgani shu, singlim. Endi bir umr shu kasallik bilan haligi nima deydi? Kurashishga to'g'ri keladi. Endi menga qarang, bunaqangi yurishingiz Luboy erga ham yoqmaydi. To'g'rimi? Shunga yordamchi olgin dotuvdim. Ha, shunga menga qarang. Bitta ish qilasiz. Mana shu erizni siz yosh umrini xazon qilmang-da. Erizni bitta yaxshisiga, yoshroqga uylantiring. Kerak emas-dir. Nima dedingiz? Sizga aytayapman, erizni uylantiring. Yosh juvonga uylantirib, buni xursandchiligini ko'rib, buni natijasida nerv tomirlari yumshayib, kengayib, girja disk o'zidan so'rilib ketishi mumkin. Uylantirmayman. Erimni uylantirishim kerakmi? Mayda! Erimni hech qachon uylantirmayman. Nima? Meni kasal deb o'ylayapsizmi? Hech qachon kasal bo'lmaganman. Vajay! Fu! Mana. Erimni o'lsam ham uylantirmayman, tushundingizmi? Vajay! Hech qachon uylanmaydi. Hali uylanmoqchi. Yanga, ro'mollab keting, ro'mollab. Ro'molim sizga qolsin. Bitkinani olgin. Qani oldimga tushing. Men siz bilan uyda boshqacha gaplashaman. Ko'ryapsizlarmi? Yura oldimga tushing. O'xshaydi. Zo'r bu Qarang, nimaga keluvdi? Aka, Yerini tezlashtiring. qo'yamiz. Sizlar kiringlar qani. Yur xotin, yur. Yur. Kiring ukajon. Yosh kelin-kuyov ekansizlar. Nima bo'ldi? Bizning dardimiz og'ir. Nima masala?